$2990 ga mexanika Lacetti topib qo'ydim. Mashinani bir ko'ringlar. Mana. To'g'ri, yili sal pastroq, 2005-yil ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, ozgincha moy yeyotgan bitta qara to'rasida mana shu yerda niyatinal ishini ko'rdim. Kraskalari betlarida bor ekan, kelib ko'rib tekshiraverasiz. 2005-yil ekan. Gazi bor. Motor hadovoylarida ish yo'q, shu moyni ko'rsatib yuborsanglar bo'ldi. Omon lekin oyog'iga 4 ta qo'qon diska balon taqib qo'yibdi. Mashina orqa holatlari bir tekkizta bo'lib turibdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, Telegram kanalimizga har kuni 10-15 talar GM va hamda inomarka mashinalarni qo'yib bormoqdamiz. Bundan ko'p insonni xabar bo'lmagani uchun Telegram kanaliga o'tib olishlarni maslahat beramiz. Salon holatlari mana yomon emas. Xo'p, yurgan probegi 412 ming ekan. Magnitofon zavodskoyda turibdi. Salonlari yomon emas, gazladi. Orqalarini ham ko'rsatib o'tdik mana. Yaxshigina. Rasxod mana shu kosmetikalik joyini ko'rdim. Mash kriloni bitta o'zingiz uchun septirib olsanglar, chotki sastanaga keladi. Mana mashinaning yonboshdan holatlari. Bu mashinamizning ham nomeri Telegram kanalda. Kanalga o'tib podpiska bosib, telefon qilib baraka qolishingiz mumkin. Shoshilinglar. Bundan ham arzonini hech qanday topa olmaysizlar. Chunki bu yo'q narx kanal.